Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Ishlarni chiqarishda davom etamiz. Samasvalga ish so'ragan akalar uchun bu safargi ishimiz Samasvalga bo'ladi. Ish Podmoskvaga oylik 130 mingdan 140 ming rublgacha, yashash joyida tekin. Bu ishda hech qanaqa rossiyskiy prava so'ralmaydi. Ya'ni siz bemalol mana shu O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston pravalari bilan borib ishlashingiz mumkin. Oyliklar o'z vaqtida beriladi. Faqat optga e'tibor qilasizlar. Minimum 1 yillik optingiz bo'lishi kerak. Ya'ni aytilgan adresga bemalol navigator orqali topib borib ishlashingiz kerak bo'ladi. Agar optingiz yaxshi bo'lsa, pastki opisiyaga Alisher aka nomerlarini qo'yganman. Bemalol Alisher akaga bog'lanib borib ishni boshlab olishingiz mumkin. Hozircha ikkita Samasvalga ish bor. Keyin bilasiz prava xizmatini yo'lga qo'yganman. Har doimgidek 9-aprelga ekzaminga joy bor. Chegirmamiz davom etadi. Ya'ni prava narxi arzonlagan. Agar sizga spesitexnika va traktorga rossiyskiy prava kerak bo'lsa, mana shu pastga WhatsApp nomerimni qo'yganman. Shaxsan o'zim javob beraman. 24 ga 7 ishlaydi. Faqat iltimos WhatsAppdan bog'laning. Prava ekzaminlariga 100% yordam qilamiz va prava bazasiga 100% kafolat beramiz. Bemalol mana shu pastdagi WhatsApp nomerga bog'lanaverasizlar. Keyin pastki kommentariy va opisiyaga Telegram guruhim bo'ladi. Albatta obuna bo'ling. Eng kerakli ma'lumotlarni doimo Telegram guruhimga tashlab olaman. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.